Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun yana bir navbatdagi klientimiz To'raqo'rg'ondan tashrif buyurgan ekanlar. Bu klientimizga mana darvozalarimiz haqida bir qator ma'lumot berib o'tyapmiz. Shu qator syomka ham qilib, sizlarga ham shu holatni taqdim etmoqchimiz. Mana aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mana bu birinchi darvozamiz 1.8 qalinlikdagi listdan bo'lgan. Xo'p, buni har xil variantlari bor. 1.3, 1.8, 1.6 variantlari bor. Ko'ryapsiz aka, to'rtli holatda skromni qilib tayyorlaganmiz. Mana o'ziga xos ruchkalari bir boshqacha dizayn berib turibdi aka. Xo'p, yondorlarga keladigan bo'lsak 8 ga 8 profildan tagi tomonlari mashina tepalamasin deb mana chiroyli shveller qilib qo'yganmiz aka. Tepalarni ko'ryapsiz. Agar uyingiz, darvozaxonangiz uzun koridorli bo'ladigan bo'lsa, mana havo aylanib tursin deb reshetka qilib chiroyli lazer gullar bilan bezatganmiz aka. Xo'p, ko'raverasiz. Hop, yana qanaqa variantlar bor? Yana mana buni yonida mana sherigi bor aka. Bu dizayn yoqmaydigan bo'lsa, shaxmat variantdagisi bor mana. Kattagina nejevkalari tashqariga chiqib, shuni oynada o'zingizni sochingiz taraf, yoq-yoqingizni qarab ketaverasiz aka. Bu ham ruchkali variant. Bu darvozamiz ham xuddi shunday 1.3, 1.6, 1.8 variantda chiqaveradigan. Yondorlari mana ko'rib turibsiz, boyovoy, qanoti hech qachon osilib ketmaydi, buni ko'tala tomoni ramka bo'lgan. Dizayn tomonlama, buni tepasi ochiq bo'lsa, buni yonlarida maydaroq qilib ochib qo'yganmiz. Tushunarli. Shunda buni listi nechchilik bo'ladi? Buni listi hozirgi bu holat 1.8 variantda chiqqan ekan. Mana granitexlar sepilgan, kraska ko'chmaydi umuman. Xudo xolasa, uyingiz To'raqo'rg'onda dastavka ustanovkasi besplatniy ekan. Bitta To'raqo'rg'on emas ekan, polni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraveramiz. Kraskasiga qancha garantiya beriladi? Kraskasiga xudo xolasa bu darvozamizga 5 yil garantiya beramiz. Mana ko'rib, bemalol yoqtirsangiz, xolasangiz mana varianti bor aka. Bu qanaqa fason bular? Bularimiz haytech uslubida tayyorlangan nirjevikali pechat darvozaning original haytech varianti. Xo'p, ruchkalar ham mana nirjevika qilib tayyorlaganmiz aka. Bu darvozamiz ham mana tagi tomoniga shvillerlarni qo'yganmiz. Xo'p, manadagi marmar singari mana o'ziga xos boshqacharoq dizayn berganmiz. So'killaringizni marmar qilsangiz, bu holatni qo'yib bersak, yana ham yarashib chiroyli turadi uyingiz. Aka, ko'rib bemalol yoqtirsa, xolasangiz mana qalin 1.8 2 qavatli darvozamiz bor aka. Mana soqqa fason deydi, taroq fason deydi. Buni nomi ham juda ko'payib ketdi hozirgi kunda. 2 qavat holatda 1.8 variantda tayyor bo'lgan. Ko'rib bemalol baho berib, o'zingiz tanlab yoqtirganingizni olishingiz mumkin aka. Buni ham yondorlari 8 ga 8 mi bo'lar? Yondorlari 8 ga 8, taglari shviller aka. Bu bundan farqi sal buni qalinrog'idan ishlatganmiz. 2 stenada ishlatamiz bu yondorini. Bu to'qimalari 1.8 listdan 6 ga 4 1.8 dan foydalanganmiz. Bu 2 qavatli bo'ladi. 2 qavatli, ichi utuklitsa qilingan aka. Shumka o'xshaydi mana, bemalol urib ko'rib, lapillatib zirhlangan darvoza desangiz ham bo'laveradi aka. Tushunarli. Kirish eshigiga bu yerda. Kirish eshigini o'ng tomonda har doimgidek o'rtada o'ngga qo'yib berganmiz mana. Ko'chadan kelganingizda o'ng qo'l bilan ochib kirasiz uyga. Yaxshi kayfiyat bilan, Xudo xolasa. Xudo xolasa shu darvozalarimiz bor aka. Ko'rib, yoqtirganingizda, razmeri tushmaydigan bo'lsa, sizga yangi razmer tayyorlab ham beramiz biz. Borib, uy joyingizda o'lchamini olib, o'zimiz boshqatdan. Xo'p, qanaqa fason tushishini ko'rsatib, sizga kataloglarimiz bor, va borib ko'rsatib, yoqtirgan variantingizda tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, agar bizni ko'rayotgan turgan obunachilar yoki mijozlar yoqtirishsa yoki buyurtma berishmoqchi bo'lsa nima qilishsin? Xo'p, mana razmerlari 3.47 eniga 3 metr balandligiga tayyorlanganda bu darvozamiz. Mabodo uylarning joylariga tushib qolsa, shu darvozamizni o'zini ham sotaveramiz ki, u joylari boshqacharoq variantda bo'ladigan bo'lsa, kattaroq yoki kichikroq, shunga yangi tayyorlab olib borib o'rnatib ham beramiz. Aka, bemalol xohlaganingizni yoqtirib, mana kichkinaroq darvoza kerak desangiz, mana bir qanotli eshiklarimiz bor. 1.20 ga 2.40 qilib tayyorlangan buni. Ko'ryapsiz, pechat variantida 1.3 qalinlikda tayyorlaganmiz aka. Bundan tashqari katalogda yana rasmlarimiz bor, ko'rib bemalol yoqtiraverasiz. Hurmatli obunachilar, sizlar ham bemalol yoqtirsangiz, shu pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. 24 soat xizmatingizdamiz. O'zbekistonda qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar borib o'lcham olish, dastavkasi, ustanovkasi bemalol bizning hisobimizdan bo'ladi. Sizlar unaqa yo'l kiraga ortiqcha pul to'lab yurmaysizlar.
Butun O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston, albatta. Mana darvozamizni Qoraqalpoqqa tayyorlaganmiz. O'zbekistondan tashqari ham chiqamiz mana. Qoraqalpog'istonga chiqib ketadi shu darvozalarimiz. Chiroyli ekan. Bu ichki tomonidan oynak tushadi. Mana o'rta qismi ochiladi buni. Bu koridor kirish qismiga qo'yiladigan eshik. Demak, asosiy eshikdan keyinga qo'yiladigan eshik ekan. Albatta, ha. Endi u voha tomonlarda ko'proq koridor qilib turib qilishadi. Shunga kichikroq, ixchamroq darvozada buyurtma qilishadi ular. Mana tagi tomonlari tepsangiz ham hech nima bo'lmaydi, xudo xolasa. O'ta mustahkam qilib tayyorlaganmiz.